Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohim avvalambor shu kungacha ojizlik bilan qilgan ibodatimizni qabul qilgan bo'lsin. Va umrimizdan oxirgacha qiladigan ojizlik bilan ibodatimizni ham qabul qilsin. Inshaalloh bugun juma tuni. Bugun bizning bayramimiz. Hammalarga muborak bo'lsin. Ertangi jumagacha bo'lgan kichkina gunohlarni yuvib tashirkan. Yana ham bo'lib Madina Munavvarada yuvilar ekanmiz. Pok bo'lib olishimizdan Allohim nasib qilgan bo'lsin. Bo'ladigan suhbatimiz manfaatli bo'lsin. Agar suhbatimizdan biror bir manfaat topsanglar, bu Robbimiz azza va jalladan, xato kamchilik bu mendan. Suhbatimizni Alloh aziz qilgan joylardan bitta joyda Uhud tog'ining etagida qolamiz. Uhud tog'i inshaalloh biz bilan jannatda birga bo'ladi. Allohim shu joyda ham ko'rishimizni, Uhudga borganimizda, gapirganimizda, kelganimizni ko'rganini essin. Xudo xohlasa kiraylik inshaalloh. Jannatda birga bo'laylik. Sizlar bilan qilmoqchi bo'lgan suhbatimizni farzandinglarni gapirayotgan gapiga diqqat qilinglar degan ma'nodagi bir suhbat tayyorladik. Farzandga bo'lgan e'tibor. Hozir juda ham ko'p misol uchun yoshlarimiz aynib ketyapti. O'zimizdan yosh bolamiz-ku hali. Bizdan kichkinaroq yigitchalarimiz, yigitlar deylik, aynib ketishyapti. Ota-onasiga behurmat, turmush qurib hech qancha o'tmasdan keyin ajrashib ketishyapti. Endi bu narsalarga sabab bo'lgan narsalarni ustozimizdan birlari aytdilarki, bu Esmeralda sabab dedilar. Chunki onalar o'sha hozir ajrashayotgan yigitlarni sut berayotgan mahalla Esmeraldani ko'rib sut bergan edi. Endi o'sha yigitlar o'sha narsa bilan luqma bilan katta bo'ldi, o'sha tarbiya bilan katta bo'lyapti-da. Oila nimaligini bilmayapti. Siz bolangizga gapirayotganingizda sizga javob berayotgan kichkina bola nimadir deyapti-da demanglar. Diqqat qilib tursanglar, yigit shakllanayotgan yoki qizish shakllanayotgan holatda bo'ladi. Gapiga, so'ziga qarab turib, nimani ifoda qilayotganini tushunsanglar bo'ladi. Hozir men sizlarga bitta narsani savol qilib beraman. O'shandan kelib chiqib shunaqa fikrlasanglar bo'ladi. Bir arobiy kelib xalifaning oldiga kelibdi-da, "Men arobiyman" debdi. Bildim debdi xalifa. Hajga bormoqchiman desa, "Yo'l keng, marhamat, bemalol haj qilaver" debdi. "Haj qilishga pulim yo'q" debdi. "Unda senga haj hali farz emas" debdi. Bundan keyin arobiyning bitta gapi bor yana. Arobiy nima degan? Xalifaga qarab turib. Yana nima degan? Kim nima deb o'ylaydi? Boshidan aytib kelaymi? Boshidan aytaymi? Bir arobiy xalifaning huzuriga kiradi. "Men arobiyman" deydi. Ya'ni cho'ldan kelganman deydi. Xalifa aytadiki, "Odobingdan bilinib turibdi shunaqaliging" deydi. "Haj qilmoqchiman" deydi. "Haj qilmoqchi bo'lsang, mana yo'l keng, bemalol haj qilaver" deydi. "Haj qilishga pulim yo'q" deydi. Xalifa aytadiki, "Puling yo'q bo'lsa, senga haj farz bo'lmabdi" deydi. Nima tushunamiz shu narsadan? Bundan keyin arobiyning bitta gapi bor. Nima degan bo'ladi arobiy o'sha? Nima deysiz qo'lik? Hop, qarang. Alloh bergan eng nima deysiz? Sahroyi odam haligi arobiy. Alloh bergan eng buyuk ne'mat nima deb o'ylaysizlar? Qaysi ne'mat? Iymon ne'mati. Undan keyinchi? Undan keyin qaysi ne'mat eng ulug' ne'mat hisoblanadi? Farzayn deysizmi? Farzand deysizmi? Alloh bergan eng buyuk ne'mat iymon ne'mati, undan keyin eng buyuk ne'mat ilm bo'ladi. Ilm. Ilmni ham fahm va farosat degan bobi bo'ladi. Ana o'shanda arobiy qarab turib aytadiki, xalifaga, "Men sizdan" dedi, "shariy hukm so'rab kelganim yo'q" dedi. "Men sizdan pul so'rab keldim" dedi. Tushundinglar nimaga qarab olib ketyapti? Farzandingiz siz bilan muomala qilyapti, farzandingiz bilan gaplashyapsiz. Haftada bir kunni tayin qilib qo'ygansizlar yoki savol berasiz, javob beryapti. Azgincha e'tibor berib tursanglar, farzandinglar kimga qarab ketayotganini, qayerga qarab ketayotganini bilsanglar bo'ladi. Farzand tarbiyasi shunaqa darajada muhim tarbiya. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam Ummu Salama onamizga uylanganlarida farzandlari Salama
tovog'ida ovqat kelsa, qo'li har xil joylardan o'ziga yoqqan narsani olishni boshlayotganda janomiz qo'lini ushlaydi, "Yo'q, g'olam" deydi. "Oldingdan ye" deydi. "Bismillah" deb ye deydi. Biz yoshligimizni eslasak, dasturxonga ovqatlar kelardi. Qonimiz shunday och bo'lishiga qaramasdan, do'damizdan yoki oyimizdan qo'l uzatishdan kutib turardi. Ha, ular din, Alloh, Rasululloh deb bizani tarbiya qilishmagan, misol uchun. Ularda u narsa, shu narsa hadis va bu hadis amali, bu sunnat amali ularga odob bo'lib kirib singib ketib bo'lgan. Bizani oddiy bu narsa odob. Kattalardan oldin qo'lingni uzatma. Kattalardan oldin turib ketma. Duo beradi, ruxsat beradi, keyin turasan deb o'rgatishgan. Lekin hammasini o'ylab qarasangiz, ulardan oldingi avlod ularga bu narsani ham sunnat deb yetkazib berisha olmagan. Chunki zamon shu narsani taqozo qilgan. Sizlardan yana o'sha o'tirib yeysiz deysizmi? Albatta bu onajonim bitta odam to'yadigan ovqatga ikkita odam to'yadi deganlar. Ikkita odam to'yadigan ovqatga uchta odam to'yadi deganlar. Ovqatni barakasi nima desa, bismillah deb boshlashdi. Har bitta yaxshi ish bismillah bilan boshlanmasa ekan oxiri kesik deganlar. Katta xatolardan bittasi, siz bitta ma'lumotga ega bo'lib olasiz, misol uchun. Aynan siz emas, men endi aytmoqchi bo'lganim, bir odam bitta ma'lumotga ega bo'lib oladi, bundan boshqa ma'lumot yo'q deb o'ylaydi. Misol uchun o'tirib ko'rishi sunnat. Uyimda gap bo'lyapti, misol uchun o'g'lim gapi bo'lyapti, kirsam, ay o'rtoqlarida misol uchun qo'lini shunday o'tirgan joyda ko'tarib qo'ydi. Hoji aka yaxshimisiz dedi. Deysiz sallana deysiz, to'g'rimi? Ha, o'tirib ko'rishi sunnat degan hadisni bilsa, bundan boshqa hadis yo'q degani emas birinchidan. Bundan boshqa ma'lumot yo'q degani emas birinchidan. Kattalarimizni hurmat qilmagan, kichkinalarimizni izzat qilmagan bizdan emas deganlar. Bizdan ham bu narsani maqol qilib kiritishgan misol uchun. O'shaning uchun katta qilinadigan xatolardan bittasi hozirgi yoshlarda aynan bitta ma'lumotni ushlaydi, bundan boshqa ma'lumot yo'q deb bilib oladi. Men bilganim bilgan, bular hech narsani bilmaydi deb o'ylaydi. Vaholanki bular biladigan narsani biz 1 milliondan birini ham bilmaymiz. Yoshligimizda aytishardi, qarisi bor uyi, farisi bor deyishardi. Hozirgi zamonni olimlari tadqiqot ishlarini olib borishgan ekan. Kimni buvisi bilan do'dasi tarbiya qilsa, haligi bola a'lochi bo'lmas ekan, lekin odobli bo'lar ekan. Kimni ota-onasi tarbiya qilsa, a'lochi bo'lar ekan, sal odobi nuqson bo'lar ekan. Bu bekorga emas-da. Biz ham o'sha yaqinda xonadonga sovchi bo'lib borganimizda, mana adamlar qaynatam so'radilar. Do'dasi bormi dedilar. Yo do'dalar olamdan o'tib ketgan. Buvisi bormi dedilar. Ha, buvilari bor, unda yaxshi dedilar. Buvisining tarbiyasini olgan kam bo'lmaydi dedilar. Ikkita katta zarar tursa, kichkina zarar olinadi. Kattasidan kechib kichkinasiga qarab yuriladi. Ha, shunaqa o'tirish, shunaqa qilib dinni yetkazish asli yo'q narsami? Ha, aslida yo'q narsa bo'lgan yo'q narsa misol uchun. Lekin umuman yetkazmasa, butun bitta avlod dinsiz bo'lib ketyapti. O'shaning uchun kattalarga gapirayotganda, siz qatdan bilasiz deyotganda, nihoyatda qatdan o'ylab ko'rish kerak. Ular yashab o'tgan maktabni tushunib yetish kerak. Inson atrini, ko'ylagini tanlaganida gapirayotgan gapini ham tanlash kerak. Og'ir botib qolar balkim haligi odamga. Ibrohim Halilur Rohman qurgan Ka'batullohni tavof qilish oson, lekin Robbimizning Ka'batullohga bo'lgan qalbi buzib qo'ysa, og'ritib qo'ysa rosa qiyin. Ota-onasiga jahl qiladi. Ko'ramiz, ba'zi suhbat qurib o'tirsa, onalar nimadir demoqchi bo'lsalar, yo'lardagi bir yigit siz jiming dedi. Ali keldi, rosa keldi. Ota-onaga jiming deyishni va oqibatga kelish haqida o'sha suhbat to'xtatib qo'y, faqat shu to'g'risida gapirdi. Bizning dinimiz ota-onani ota-ona bo'lgani uchun meni hurmat qildiradi. Uni dini musulmon bo'lsa hurmat qilasan, musulmon bo'lmasa hurmat qilmaysan demaydi. Sizlar jamiyat tarbiya qilasizlar. Sizlar farzandinglarni ko'p muomalada bo'lar ekansizlar, muloqotda bo'lar ekansizlar, inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi. Endi bizdan qoladigan narsa nima desa, birinchi navbatda halol luqma olib kelish. Birinchi navbatda. Biza kelayotgan ziyoratchilarni to'polon qo'yganlarni kuzatsa, aksar holatda avvalgi luqmasi sabab bo'ladi. To'polon qilib qo'yishiga, gapirib qo'yishiga. Ishoninglar, yegan luqmaylar gapirtiradi.
Abdurahmon degan bir qora aka borlar, balkim ko'rgansiz internetlarda, tojikistonlik, bundoq odam, anaqada ko'tarib yurishadi nasilkada. Ko'zga tushgani, o'sha odam bilan suhbat qilish Alloh nasib qilib qoldi. Qora aka menga nasihat qiling dedim. Bir qancha narsani gapirdilar-da, keyin aytdilarki, avvallari men sizga o'xshagan yigitlarga havosim kelardi. Allohim nimaga meni shunaqa yaratmagan derdim, dedilar. Tug'ilganingiz necha kilo edingiz dedilar. Bir 3 kilo durman, mana shuncha durman dedim. Hozir 100 kilodan oshiqsiz dedilar. Ha dedim. 3 kilosi halol. 97sicha dedilar. Jannatga kirish uchun faqat halol go'sht kirish kerak dedilar. Men nari borsam 12 kiloman, 15 kilodurman dedilar. O'shanda tushundim qora aka jonim men sizni. Nima g'am qilishim kerakligini tushundim dedim. Endi bugun siz bolangizni boshqalardan kam bo'lmasin deb turib, o'ngizga, orqangizga qaramasdan turib, bitta sneakers olib kelib yedirdingiz. Bitta Pepsi olib kelib ichirdingiz, men ichib ola qolsin dedingiz. Topib olgan pulingizni halol haromligiga qaramayapsiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Mana shu narsa bir oyat bor. Pokiza ayollarga pokiza erkaklar degan. Qizingizni turmushga uzatdingiz-ku, yaxshi surishtirmabsan deb bilmay qoldi, ya'ni kuyovimiz ham bunaqa chiqdi dedingiz. Lekin kuyovingiz shunaqa chiqishidan avval men bu oyatga solsangiz, kimda ayb bo'lyapti? O'sha qiz shunaqa bo'lib yetishiga kim aybdor bo'lyapti endi? Luqmadan. Shuning uchun jon hoji akalarim, birovdan kam bo'lmasin, birov yeyotgan narsalarni men ham bolalarim yesin deb orqa oldiga qaramasdan, tirikchilik qilishdan oldin mashinasi bir kun kelib turib uni hayotiga ta'sir qiladi deyishdan bitta o'ylab ko'ring.